Shalala xonni xoni, oq bug'doyni noni, hamma yomon ko'rsa ham akasining joni. Voy, sadasi ketdi, chaching pitib qoppa. Shalala ketdikmi? Endi deganam keldi. Aka, ana fartugimni mutuklab bering. Bo'ldi, hozirda kanu ikkinga eslasang chachingni bunday qog'oz o'rab pigudek qilib jingalak qilib beraman, hamma. Voy, aka chachingga taraf fartugim mutuklaman beraman. Hada, pitlasam pitim ham terib qo'yadi. Qanaqasiga bir oy malyarda ishlab bir so'm pul olib kelmading? Bu onang nimdir prorab allab ishlatib pulimizni bermadi-da. Aka, kibrga tilasa qanqa so'ra ekan. Yo'qdimi, xudo xolasi prorabga yana bir marta tuhmat qilib yuborsam, tirozdan nima qilib beraman? Ey, noysav odamlar ham ko'pda nima deysizda? Nima qilyapsiz obdaka? Ana singlim tamom uribdi, ichkarida Xolbekin ham tamom bosyapti. Joni urgan eshitilmasin debman-da. İçim açıydı-da. Men to'yimda orqasi uzun oq ko'ylak kiyishni o'ylayman. Sen nimani o'ylaysan? Akam to'yimda yig'lasa qanday kundirib olishni o'ylayman. Maktabga bormayman. Ha singlim nimani o'rtaga tayligini tutyapti? Hammani qora patinkasi bor, meniki Bo'ldi, ha ishdan kelishda yangisidan akka beraman. Yo'q, menga hozir kerak. Hozir? Voy, zo'r ekan, qaydan olding? Mayli qizlar, yaxshi o'qib kelinglar, qama. Oyoqchadan jurmaganimizga mancha bo'pti. Qo'yili, singlingiz uchun oyoq yalang yurishga tayyormisiz? Kanishni, bir narsani bilinglar. Akalar singillarni yelkasida ko'tarib katta qilib, keyin umrini oxirigacha yuragida ko'tarib beradi. Singlim, seni yaxshi ko'raman. Akasiga mehmon ekan, bugun bildim singillar. Xalisan voy yaxshimsa sen yaxshi gapsan. Voy ishlarim ko'payib ketdi, o'shaning uchun kech qoldim. Uzr, syomkaga urib yotibman. O'shaning uchun kiyimni ham alishtirmasdan ulgurmadim даже. Voy o'rtasida syomkalar urib yurgan bo'lsang, men biznesga urib yurmay, yangi mashina oldim. Voy yo'q, chiqsak ko'rsataman. Voy ikkalingni ham ko'raman deb Dubaydan uchib keldim. Rokka ko'pligidan kechikib ketdim. Dubayga bo'lsa, mana brilliantim olganda boruvdim-da. Voy qizlar nima yeymiz? Shundan gapiringlar. Oilaviy bilan juftlik set etaylik. Ha, to'g'ri aytasan. Как раз hozir skidka ketyapti. Oilaviy setida 235 santimetrli pizza, bitta sinamon va so'ki 165 ming so'm ekan. Juftlik setida bo'lsa 25 santimetrli pizza, ikkita razlik kola, ikkita monster sinamonlar 125 ming so'm ekan. Voy, zo'r-ku. Faqat pulini kim to'laydi? Kelinglar bitta o'yin o'ynaymiz. O'yin. Kim yer oxirgi telefon qilsa, o'sha shu to'laydi. Qizlar, nimani kutyapmiz? Bizni yerimiz yo'q-ku. Ishtiganim bor mani, chaqqa gulin oppi. Obdaga mana zakaz qilgan pizzangiz. Mana, yoqimli ishtaha. Aka, nima bu? Chimchiqadan beryapsizmi? Normal pizza olib bering. Normalku aka? Qanday normal aka? Chimchiqada qolib ketadi. Men katta pizza aytganman, u katta pizza bering. Aka, normalmi, men sizni tushunmayapman. Aka, asabga o'ynamang, nimasi normal? Pizza nimasi normal bu? Bitta buklasam tiqib beraman o'zim, og'zim bir chakkasida qolib ketadi. Asabga o'ynamang, aka, qo'y, qorni ochgan odam asab chataq bo'ladi. Normalisidan bering. Nimasi yomon pizzam, nimasi yomon? Bir bo'lagi yuzimdan katta. Pullarga ham kuchayib ketdi. Aka, g'udur qilmay, olib bering, pulini beryapman-ku. Tekin olmayapman-ku. Kichkina pizza olsam, uningda. Elchichi. Seni kaptida ko'tarib yurmasa qurisin, chunki seni boshida ko'tarib yuradigan dadang bor. Xo'p, dadasi bolaringiz yozgan tillarni o'qidingizmi? Qani katta o'g'limga yangi yilga iPhone 17, kichkinasiga PlayStation 5, hali moshinda arendasini jo'g'am yo'q. Shuncha pulni qaydan olaman? Voy, muncha dudvoy qilasiz. Hali men tilagim o'qiganingiz yo'q-ku. Sen tilaging nima? Yangi mashina. Voy, malades. Meni bozorga olib chiqib sotinglar bo'lmasa, hamma. Dadajon, hali men tilaklarim o'qimadingiz-ku. Ha, tilla qizim, siz nima yozdingiz? Brilliant o'zakka tilla sepochkami? Men dadajonim har doim sog' bo'lsin. Sochlarimni silab qo'ysin. Yuzlarga kirsin deb yozdim dadajon. Jonim qizim, hamma sevgi bir taraf, qizda otasiga bo'lgan sevgisi bir taraf bo'lar ekan. Asal qizimda 10 ta o'g'ilga ham almashmayman deganlar bitta like bosib qo'yamiz. 3, 2, 1. Ava mo'jiza. Ava bilan orzularingizga birga erishing.